gaplaringizdan Feruza to'g'risi opani man qudosi Avazbekka uyaldim. bor O'sha haqiqatlarni aytib Nomuron berdi. o'sha opaga Kanalimiz tosh otib kuzatuvchilar yuborgan video bo'lsam 2 man qism yoki uyaldim 3 dedim. qismga bo'lingan. Shuning uchun Aslida 5 siz minutdan qo'ydim. shunaqa so'kinib Bu biz bilan videoga like urushishga bosib siz obuna bo'lib haqlisizda, qo'yasiz. yetti-yot Keyingi video begonalardan ortidan ko'ra chiqadi. Like siz bosishga haqlisiz, sizdan lekin chiqmasin. iymoningizni yutmagan holatda, madaniyatingizga hurmat qilgan holatda, o'zingizni hurmat qilgan holatda biz bilan gaplashdingiz o'sha kuni. Endi opa, nima qilmang, qalbingizga yaqin olmang, siqilmang. Nevaralaringiz, farzandlaringizga keraksizda. Masalan, hamma o'z yo'liga. Erimiz ham o'z yo'liga, qudandalarimiz ham o'z yo'liga, sog'lig'imiz o'zimizga Endi kerak. shunday deysiz-ku, mayli, man qilmayman boshqa mayli, lekin ana bu ertaga o'g'lim bilan kelinimga ta'siri bor-da axir bu narsani. O'shani o'ylamaganlar, U o'ylamaganlar. qizi masalan, har bir farzand onam deydi. Ertaga bu qizi, meni o'g'limga onang meni onamni shunday qilyapti, oyoq osti qilyapti deydi. Bu yerdan o'g'lim, sen onamni nima deyapsan deydi. Keyin o'rtaga nima bo'ladi? Sovuqchilik tushadi. Siz oyoq osti qilganingiz yo'q-ku, Feruza. Endi Nima ular Nargiza hozir opa. endi mana ular endi hozir fikri shundayda masalan. Har bir masalan farzand o'zi onam oppoq deydi, baribir hech kim onasi qappa qidirib qo'ysa kelmaydi. Nargiza Mayli, opa, man shu endi farzandlaringiz Alloh bergan umrni ko'raman. Endi masalan Allohga behisob shukr, mana nevaralarim bor, bergan umriga shukr. Ertaga bormanmi, yo'qmanmi, lekin mana shu o'zi bitta o'g'lim bor, shuni tinchini o'ylayman-da men. Shu tinch bo'lsin, shu ikkita qizni Lekin biz ertaga agar chiroyli biz sizni boyaga suhbatga yetkazib, tortib, biz sizni o'sha kuni suhbatga tortib, siz haligi kimsiz opa deb bu yoqdan gaplashganimiz agar boshqacha fitna bo'lib, siz Avazbek bilan hingir qilib, xudingiz ustidan kulib o'tirgan bo'lib yetib borgan bo'lsa, opa, siz o'zingizni oqlashga bemalol haqlisiz. Oqlanib ham chiqasiz. Biz sizga zapislaringizni tashlab beramiz, opa. ya mayli, men endi o'zimni oqlamayman, boshqa ham qilmayman. Avvalambor Xudo Yo'q, deyapman. o'g'lingiz oldida deyman. O'g'lingiz keliningiz oldida u ayolga tushuntirish amri mahol. Lekin mana qizi yaxshi Endi qizligi bilingan. bilmadim, endi o'g'lim ham aytibman. Mana shu ikkita nevaramni, ikkita qiz nevaramni soliha qilib, sog' salomat voyaga yetkazib, egasiga topshirsin. Shular qiz bolani taqdiri juda og'ir, qiyin, voyaga Nozik, yetguncha nozik bo'ladi deb men shularni o'ylayman. O'g'il bola-ku mayli, ertaga bir voyaga yetgandan keyin o'zini yo'lini topib ketadi. Hech kim avvalambor ota-onasi yashamasin. Lekin mana qizlarga, men qizlarni kelajagini o'ylab, shularni o'ylamay hamma narsaga xo'p deb yuraman-da. Men yana bitta o'g'lim bo'lsa-ku, bor yo'qol bor alohida yasha, ikkinchi kelinim bor-ku desam, yo'q, bitta o'g'lim bor. Allohga behisob shukr, mayli. Odamlar tirnoqqa zor, berganiga shukr, umri uzoq bo'lsin. Biz o'sha Endi kuni mana unaqa odamlar borku, yolg'on fitnasi bilan o'rtaga qaysi ahmoq o'ylamaydimi gapirishdan oldin, to'xta, u begona emas-ku, u qudasi-ku, biz qanday hozir buni yolg'on ma'lumot yetkazamiz? Ertaga shu yolg'on bo'lib chiqqan, bilinib qolsa biz qanaqa odam bo'lamiz deb fikrlamasmikan shu odamlar, a? ularga ham Xudo bor, mayli. Lekin u begonadan ko'ra siz yaqin edingiz. Sizga masalan birinchi quloq tutish kerak edi, ishonib, masalan gapirib chiqib xafa bo'lgan, o'pkalagandan ko'ra o'zingizga telefon qilib, nima bo'luvdi shu kuni menga shunaqa xabar yetib keldi Nargizaxon deganda olam guliston edi masalanda. Endi shuni aytaman, hozir xo'jayinimga shu gapni aytib o'tirdim-da. Endi u ayolda ham juda blogerlar o'ynatib yuborishdi-da, qurol qilib musibatidan juda ko'p blogerlar foydalanishmoqda. Tushunaman, Feruza opani ham tushunaman. Hozir shunaqa sostoyaniyada endi qaqa boshini urishni bilmay endi tushunish kerak, lekin sal bunaqa payt ham odam sal endi kallani ham yig'ish kerak-da. Hammada bo'ladi, har xil situatsiya, hammada ayniqsa mana azasini yaxshiyamki o'sha kuni sinfdoshlari bor. Tursun aytmayli, Tursun o'tasizlarda ko'pincha. O'sha azasini teng tortishgan odam ekansizda, mana yonida tikka turib berib, mana virtual azadoshlaridan ko'ra siz qudasiz bir kosa issiq ovqatingizni olib kelib yonida tikka turgan odamga nisbatan gumonini yaxshi qilishlari kerak edi, onaxonam. Ular kim, siz kim? Ular kim, siz kim? Ertaga hayotida
ular qayerga qolib ketadi-yu, bu internetdagilar siz qayerda turasiz? Shularni ham baribir o'ylash kerak edi-da. Biz o'sha kuni sizga e'tibor bergan bo'lsangiz, umuman qaltis savol ham bermadik, chuqurlashmadik ham. Umumiy qildik, yopdik suhbatni, chiroyli gaplashildi xolos. Yo'qda faqat shu bir u tomondan bir savol bo'ldi. Faqat Nozima Rahmatlini o'g'lini ismini so'radilar. Ha, shu xolos. Ha. Shu xolos. Keyin Fitnaga sabab kimdir bo'lgan o'rtaga qo'shildi. Xudoydan allaqay yomonmi? Dedim, yomon bo'lsa kelar bu gruppaga.